Xullas, hozir bu yerga to'planganlar hammasi oilasi bilan Britaniyada kelib yashayotganlar. Sardor aka, sizni кейsingizda qanday bo'lgan? Nechta oilangizda nechta bola bor? Qachon chaqirgansiz ular? Biz oilada 3 ta bola bor. Aha. Biz hammamiz teng kelgan. Birga kirib kelgansizlar. Bo'laveradimi? Siz student bo'lib kelganmisiz, ayolingiz studentmi? Ayolim student bo'lib kelgan. Biz dependent bo'lib kelgan. Dependent bo'lib kelgansizlar. Xo'p, demak, jami bo'lib 4 kishi kirib kelganmisizlar yo 5 kishi? 5 kishi kirganmiz. Bir yo'l. Bir yo'la 5 kishi kirib kelgansizlar. 2023-yilda unda oilani olib ketish mumkin edi. Xo'p, taxminan bir kishiga xarajat qanchaga tushgan shundan? Dollarda aytsangiz. 5000 bo'lsa kerak. Bir kishiga 5000. Demak, 5 kishiga hamma yo'g'i bo'libdi, tibbiy sug'urta, viza to'lovlari, bilet hammasi ichida 5000 dan 5000 dan 25000 bo'lsa, undan tashqari ayolimni nimasi bor? kontrakti bor. 20 mingga yaqin. 20 ming dollar kontrakt to'lovi. Universitet kontrakti to'lovi, to'g'rimi? Magistraturalar. Otabek aka, sizchi? Men 2020-yili student bo'lib magistraturaga kelganman. Ha. Xudo xohlasa mana kelganimga 5 yildan o'tyapti. Hozir agar 3 ta yoki 4 ta bola bilan bu yerga kelib, Angliyada yashash uchun o'rtacha bir 40 ming, 45 ming pul kerak. Aha. Agar 40 ming, 45 ming pul sarflab Angliyaga kelib oilaviy yashashlikni men tavsiya qilmayman. Aha. Sababi xarajat juda ko'p. Ko'p xarajat. Xarajat juda ko'p. Shuning uchun nestoid deb hisoblayman. Shu 45 mingda chiqara olmaydi deya demoqchimisiz? Sarflab kelib bu yerda 5-6 yil yurib 45 mingda kim kelishiga bog'liq, nima ish qilishiga bog'liq. ha. Bizning misol uchun o'ylaymizki, misol uchun 45 ming sarflasam, Hop. 6 oyda chiqarib olaman deb o'ylaysiz. Ha. Bizlar ham hammamiz shunaqa o'ylaymiz, ha. 6 oyda chiqarib olaman degan narsa bo'lmasligi kerak-da. Ha. Uni 6 yilda chiqaradimi, 16 yilda chiqaradimi, uni Xudo biladi. Ha. Shuning uchun men tavsiya qilmayman.